uchun, ularning istiqboli uchun bugun kiritilgan mablag' investitsiya ertaga albatta 10-100 ming barobar bo'lib qaytadi. Sizlar ilm oling, yangi g'oyalar bering, kashfiyot va loyihalarni qiling, izlanish va harakatdan charchamang. Men sizlarni doimo qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Geografiya 3-chi bosqich talabasiman. Aytganlaringizdek, men ilmiy faoliyat bilan birinchi kursligimdan buyon shug'ullanib kelmoqdaman. Meni savolim shundan iboratki, El-yurt qo'mita jamg'armasi tomonidan geografiya bo'yicha qo'shma grantlar yoki dasturlar bormi? Biz aytsan sertifikat olsak, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib turganimizdan keyin u xohlagan davlatimizda o'qib kelish imkoniyatimiz bormi? Biz barcha yo'nalishlarni qamrab olamiz. To'g'ri, bizda ustuvorlik beradigan yo'nalishlar bor. Lekin bu degani qolgan yo'nalishlarda demak tahsil olish imkoniyati yo'q degani emas. Asosiy faqat shart bu top 300 bo'lishi kerak, boya aytib o'tilgandek. Xohlagan yo'nalishingizda demak topshirishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Dunyodagi ko'pchilik universitetlarga yoki grant dasturlariga kirish uchun akademik ko'rsatkichlardan tashqari volontyorlik, liderlik qobiliyatlari va xalqaro haqoqatlar va shunga o'xshash loyihalarda qatnashganlik ham inobatga olinadi. Shu El-yurt qo'mita jamg'armasida tanlov borasida faqat akademik ko'rsatkichlar muhimmi yoki volontyorlik, liderlik qobiliyatlariga va shunga o'xshash loyihalarda qatnashganlikka ham qo'shimcha ball plus bo'ladi? Men sizga aytgan bo'lardim, hammasi. Mana sizga tanlov komissiyasi tomonidan suhbat jarayonida savollar beriladi. Qanday shaxsiy yutuqlaringiz bor? To'g'rimi? Shu vaqtda siz o'zingizni o'sha volontyorligingizni, volontyor sifatida qanday tadbirlarda qatnashganligingizni suhbat jarayonida bu narsa ko'proq aniq bo'ladi. Men hammasi degan bo'ladim. Albatta hamma sizlarni shaxsiy sifatlaringni ham, akademik ko'rsatishlaringni ham hammasini ko'rgan holatda tanlov komissiyasi keyin baho berishadi va bergan javoblaring albatta juda muhim bo'ladi.